Hoyi, mana chiqyapman. Xo'p, mayli. Kenaya, qayerga ketyapsiz? Men o'ylab qarasam, bu hovlida boshqa yasha olmas ekanman. O'shaning uchun butunlay ketyapman. Unday demang, Kenaya. Hali akam sog'ayib ketadilar. Qo'ysangchi, o'zim yetmaydi. Menga boy, badavlat, har tomonlama meni qo'llab-quvvatlaydigan umr yo'ldosh. Nogironni boshim ko'ramanmi? Kenaya, iltimos, unday demang. Agar siz ketsangiz, akam cho'kib qoladilar. Menga nima? Yosh umrimni nogiron bilan o'tkazamanmi? Xullas, onam bilan maslahatlashib ketadigan bo'ldim. Bola yo'g'ida esim yiqqan. Kenaya. Kenaya, akamni tashlab ketmang, Kenaya. Nodir aka, ertaga tug'ilgan kunim. Nima berasiz? Nima beray? Nima bo'lsa ham menga munosib bo'lsin. Sen deb olsan-ku. Keyin aka, menga ham daftar ruchka kerak edi. Daftar ruchka degan yaqinga olib beruvdim-ku. Xo'p, olib beraman. Rahmat. Kontraktimga ham ozgina. Tavba. Go'zal, katta qiz bo'lsangiz. Darsdan keyin o'zingiz to'lasangiz bo'ladi-yu ishlab o'sha kontraktingizni. Singlim, keyin to'g'ri aytyapti. O'qishdan keyin bu joyga ishga kir. O'zingni o'zing eplada, singlim. Agar ota-onam tirik bo'lganida bu gaplarni sizlarga aytib o'tirmasdim. Mayli, kayfiyatingiz tushirmang. Endi tishlarimizni yuvib olamiz. Ozizachi. Yaxshi. Bu senga Voy, qalay yoqdimi? buncha og'ir bugun. Chiroyligini qarang. Rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. Yashashni xohlamayman. Aka, yoningizda men borman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'zim ko'p pul topib sizni davolataman. Aylangani chiqamiz aka. Ha, oyi nima? Qayerga boraman? Ukam uylansa nima qilibdi? Ijaraga pulni qanday to'layman? Aka, ovora bo'psiz-da. Avtobusda ham uyga o'zim yetib olardim. O'zi endi lavozimingiz oshgan bo'lsa. Hamma meni tark etsa ham sening yonimda turding. Boringga shukr jigarim. O'tir mashinaga. Xo'p aka. Axir o'zingiz ajrash dedingiz-ku. Endi men nima qilaman?